Sergeli 6A 7 etажli novostroykamizning birinchi etajdan sizga kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Hop, kvartiramiz havasi orqa tomonida joylashgan. Parkovka narsalardan muammo yo'q, bolalar o'ynash uchun maydonchalar joylashgan. Bu yerda texnikalardan ham umuman muammo yo'q. Sergelida yashayman degan obunachilarimiz uchun juda ham cho'tki variant. Kvartiramiz ham budjetli narxda. Hozirga kvartiramizni ko'rsatib o'tamiz. Yoqsa bemalol likelarni bosasizlar va video tagidagi telefon raqamlarimizga aloqaga chiqsanglar, kvartirani olib kelib ko'rsatamiz. Birinchi etaj juda ham yaxshi lokatsiya va yaxshi narxda. Hozir kvartiramizni ko'rib o'tinglar. Hurmatli obunachilar, kvartiramizga ham kirib oldik. Kirishda bizani mana bunaqa koridorimiz kutib oladi. Koridorimizda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzel qismimizda aralash xarid qilib olib, o'zingizlar bitta chistit qilib yashab ketsanglar bo'ladi. Kvartira remont qilingan, pusto holatda xarid qilib olasizlar, o'zingizlar to'shab, o'zingizlar xohlagancha mebel va texnika qilib olib yashab ketsanglar bo'ladi. Kirishda bizani to'g'rimizda mana bunaqa kattagina zalimizni kutib oladi. Zalimizdan oshxonaga и spalniga kirib ketsak bo'ladi. Bu planirovkamiz смешанный planirovka. Oshxonamizda gaz plita и duh konturli kotelimiz joylashgan. Kvartiramizning isitish radiator orqali bo'tni ham xarid qilib olib, o'zingizga yoqqan darajada kuxniy mebel qo'ysanglar bo'ladi. Mana ko'chaga qaragan oynalari bilan birgalikda bemalol ko'chani tomosha qilsanglar bo'ladi. Havo aylanishi ham juda ham zo'r. Kvartiramiz skvoznoy variantda. U yoq tomonida ham oyna bor, bu yoq tomonida ham oyna bor. Bu yoqimizda spalni joylashgan. Spalnini ham bitta ko'rib o'tamiz. Bu yerda ham remont qilib qo'yilgan. Spalni, shkaf narsalaringizni qo'yib yuborsanglar, mana bu xona ham juda ham zo'r bo'ladi. Kvartiramiz 50 metr kvadrat, kattagina kvadraturaga ega. Bu yoqdan tashqi oynamizni ham bitta ko'rib o'tamiz. Вот. Bilasiz, Sergeli juda ham zo'r joy. Elitli joy, texnikalar shunda domma tagida ham o'zi avtobus narsalar yuradi. Bemalol metroga yoki xohlagan joylarga chiqib ketsanglar bo'ladi. Hurmatli obunachilar, men bu remontli, pustoy holatdagi 50 metr kvadratlik birinchi etajdagi kvartiramizga $54,500 narx qo'yganmiz. Ozgina savdosini qilib beramiz. Agar sizda yetmay turgan summa bo'lsa, ipoteka kredit asosida ham kvartirani muomalaga chiqazib beramiz. Agarda kvartira sizga ma'qul kelsa, bemalol menga telefon qilinglar. Kvartirani olib kelib ko'rsataman. Ma'qul kelsa, joyida baraka qilib yuboramiz. Bilasiz, Flashshop kanali faqatgina eng zo'rlarini va eng yaxshilarini tavsiya qilib boradi. Shuning uchun bizning variantlarimizdan foydalanib qolinglar. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar.